Assalomu alaykum akalar, ukalar. Andijon pechkamiz, ekonom pechka, 2 xonalilarga. Birinchida turgan oddiy pasonimiz referonkadan old orqasi to'rtli bo'ladi. Yonboshi 2,5 bo'ladi, qolgan yerlari ham 2,5 bo'ladi. Dastlabkilarimiz bor, xudo xolasa. Liboy joyga 12 ta viloyatga aloqaga chiqaverasizlar. Bunimiz ham yangi pasonimiz. Kapalay pason. Katta mehmonxonalarga rosa chiroyli chiqadi. Katta uylarga. Bunimiz 3 polkali. Bunimiz ham 3 polkali, 10 santimetrligi. Katta xonalarga 5 ga 4, 6 ga 4 ularga qo'ysa bo'laveradi. Bularimiz ham katta mehmonxonalarga. Bularni ham qo'ysa bo'laveradi katta mehmonxonalarga. Bunimiz 3 polkali 1.30 ni o'chog'i. Buni ham old orqasi to'rt bo'ladi, yonboshi 2,5 bo'ladi. Qolgan yerlari ham 2,5 bo'ladi. Tumshuq chiqqan yerlari ponni to'ra bo'ladi. Qalinlikda murojaat qilaverasizlar. Bunimiz 1.15 pason. Old orqasi to'rt. Bunimiz ham 1.15. Old orqasi to'rt bo'ladi, yonboshi 2,5 bo'ladi. Bunimiz 1.5 bo'ladi. Old orqasi bu ham 4, yonboshlari 2,5. Buni avanligimiz bo'ladi akalar. Old orqasi 3 bo'ladi. Korpus ham 3 bo'ladi. O'txona, o't deydigan asosiy yeri 4 bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar kimga qiziq bo'lsa. Hamma yerga chiqarib beramiz. Buni ashkapalaydi 2 polkaligi, 1.15ligi. Mehmonxonalarga, katta xonalarga qo'ysa bo'laveradi. Mana bu kraska sepilmagan holati. Mana uni boshdagilarim kraskalangan. Kraska sepib berish desanglar, sepib ham beriladi. 1200 kraska. Xudosi javob beramiz. Mana shu 1.10 1.5 10 santimetrligi. Bularda ham old orqasi to'rt bo'ladi, yonboshi 2,5 bo'ladi. Referonka varianti. Silla varianti akalar. Shu 1.5 da. Murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa yo'lda qilib, dastlabkilarni qilib. Ustalarimiz ham bor. Chiroyli qilib urgizib ham beraveramiz akalar. Mana ashkapalayimiz o'chali varianti akalar. Kemuru 1.15 da o'chali akalar. Shiroki varianti akalar. Bu ham old orqasi 4 bo'ladi. Tumshug'i ham 4. Yonboshi 2,5, referonka yonboshi ham. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar akalar. Titanlarimiz ham bor, hammom pechiga kerak bo'lsa. Nomer qo'yamiz aka, Telegramdan yozaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa yetkazib chiroyli qilib beramiz aka.